Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun turizm xizmatlari bozori fanining 3-mavzu bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni 3-mavzumiz bugun turizm xizmatlari bozorida talab va taklifning shakllanishi. Ushbu mavzu doirasida biz talab, turizm xizmatlari bozorida talab va taklif, uning shakllanish jarayoni, turizm xizmatlarini belgilovchi turli xil turizm bozorlari tarkibini ko'rib, o'rganib chiqamiz. Xo'sh, bozor iqtisodiyotining amal qilishida talab va taklif qonunlari muhim o'rin egallaydi. Talab va taklif narxni shakllantiradi. Shu bilan birga narx talab va taklif o'rtasidagi nisbatni aniqlab beradi. Ehtiyoj esa kishilarning hayotiy vositalarga bo'lgan zaruriyatini ifodalovchi ilmiy kategoriya sifatida taraqqiyotning hamma bosqichlari uchun umumiy va doimiy hisoblanadi. Ya'ni talab, taklif, ehtiyoj bular alohida iqtisodiy kategoriya hisoblanadi. Ehtiyojning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi tarixiy ko'rinishi talab deb ataladi. Talab ehtiyojdan farq qilib, mustaqil iqtisodiy kategoriya sifatida amal qiladi. Ehtiyojning faqat pul bilan ta'minlangan qismi talabga aylanadi. Demak, talab bu pul bilan ta'minlangan ehtiyoj hisoblanadi. Ehtiyoj zarur miqdordagi pul bilan ta'minlanmasa, u xohish va istak bo'lib qolaveradi. Talabning bir qator muqobil variantlari mavjud hisoblanadi. Ya'ni ma'lum vaqt oralig'ida narxlarning ma'lum darajada iste'molchilarning tovar va xizmatlar ma'lum turlarini sotib olishga qodir bo'lgan ehtiyoji bu talab deyiladi. Misol uchun biz biror bir hududga, biror bir turistik destinatsiyaga borishga ehtiyojimiz bor, ya'ni qiziqishimiz bor. Biz ehtiyoj his qilamiz. Agar biz mana shu ehtiyojimizni qondira olsak, ushbu ehtiyojni qondirishga bizning daromadimiz, ya'ni mablag'imiz yetsa, ushbu ehtiyoj talabga aylanishi mumkin. Talab yakka talab hamda bozor talabi bo'lishi mumkin. Ya'ni biror bir iste'molchining, ya'ni alohida shaxs bo'lishi mumkin, oila, korxona, firmaning tovarning ushbu turiga bo'lgan talabi bu yakka talab deyiladi. Ya'ni misol uchun talaba yoshdagi sayyohlarning narxi pastroq hostellarga bo'lgan ehtiyoji bu ularning yakka talabi hisoblanadi. Bozor talabi esa ko'pchilik iste'molchilarning shu turdagi tovar yoki xizmatga bo'lgan talablar yig'indisi hisoblanadi. Misol uchun, xorijiy sayyohlarning Buxoroga kelgan paytda madaniy yoki butik otellarga bo'lgan talabi, ya'ni o'sha yerga qolish talabi, o'sha xizmatdan foydalanish talabi bu ularning bozor talabi deyiladi. Xo'sh, turizm xizmatlariga bo'lgan talab esa bu sayyohlarning o'z ehtiyojlarini qondirish uchun tayyor va qodir bo'lgan miqdordagi xizmatlar to'plami hisoblanadi. Ya'ni sayyohlar turizm xizmatlaridan foydalanishdagi ehtiyoji agar ularning daromadi va puli bilan qoplansa, qoplanish qobiliyati mavjud bo'lsa, bu ularning turizm xizmatlariga bo'lgan talabi bo'lishi mumkin. Ana endi turizm xizmatlariga bo'lgan talabni bir nechta omillar belgilay oladi. Ya'ni sizni turizm xizmatlariga bo'lgan ehtiyojingizni talabga aylantirishi uchun bir nechta omillar mavjud va ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bulardan birinchisi bu daromad darajasi, ya'ni aholining xarid qobiliyati oshgan sayin turizmga bo'lgan talabi ham oshadi. Ya'ni birorta bir davlatga aloqador bo'lgan turistlar, sayyohlar qancha daromad ko'rsatkichi yuqori bo'lsa, shuncha ularning sayohatga bo'lgan ehtiyoji talabga aylanishi mumkin. Ya'ni ular o'zining ehtiyojlarini qondirishga qobiliyatlari yetadi. Xo'sh, ikkinchisi bu narx, ya'ni xizmatlar narxi qancha arzon bo'lsa, talab shuncha yuqori bo'ladi.
Va bunda bitta qonuniyat, bunda boshqa sharoitlar ham teng bo'lishi kerak. Ya'ni siz tashrif buyurmoqchi bo'lgan turistik destinatsiyada xizmat ko'rsatish narxi qancha past bo'lsa, siz ham shuncha o'sha hududga borishdagi talabingiz oshadi. Ya'ni bu narxdan kelib chiqqan holda. Keyingi omil bu mavsumiylik, ya'ni dam olish fasllari, ta'til va bayramlar talabga bevosita ta'sir qiladi. Biror bir hududga asosan bayramlar, festivallar, ko'rgazmalar ko'proq bo'lgan paytda sayyohlar oqimi ham shuncha yuqori bo'ladi. Ya'ni mavsumiylik juda ham ta'sir qiladi. Yoki kelinkim plaj zonalarga asosan issiq paytida, yoz fasllarida boriladi. Hamda o'zimiz bilamizki, O'zbekistonda ham asosan bahor hamda kuz fasllarida asosiy turistik mavsum hisoblanadi. Bundan tashqari madaniy va shaxsiy omillar, ya'ni milliy qadriyatlar, ta'lim darajasi hamda sayohatga bo'lgan qiziqish. Asosan ta'lim darajasi sayyohlarda qancha yuqori bo'lsa, ular shunchalik madaniy turizm hamda birorta bir hududdan qandaydir yangi ma'lumotlar, ilmlar, bilim olish mumkin bo'lgan turistik destinatsiya tanlaydilar va ushbu ko'rsatkich ularning talabiga ta'sir qiladi. Va oxirgisi marketing va reklama. Ya'ni samarali axborot vositalari orqali talabni sun'iy oshirish. Biz bilamizki, hozirda marketing, internet, ijtimoiy media, PR juda rivojlangan zamon hisoblanadi. Ya'ni insonlar qancha, ya'ni turistik xizmat ko'rsatuvchilar qancha o'z xizmatlarini, turistik destinatsiyalarini turli xil marketing vositalari orqali targ'ibot qilar ekan, shuncha ularning xizmatga bo'lgan qiziqish ortadi. Sayyohlarning ehtiyoji agar qobiliyatga ega bo'lsa, talabga aylanadi. Xo'sh, talabning shakllanishida oddiy qilib 3 ta bosqichni chizib berganmiz. Ya'ni dastlab sayyohlarda ehtiyoj paydo bo'ladi, so'ng qiziqish. Agar haqiqatan ham ularda xarid qilish qobiliyati mavjud bo'lsa, ularning ehtiyojlari haqiqiy talabga aylanishi mumkin. Demak, bu bevosita pul bilan bog'liq, xarid qilish qobiliyati bilan bog'liq. Xo'sh, ana endi taklif. Taklif nima? Ya'ni bu xizmat ko'rsatuvchi korxonalarning ma'lum narxda va muayyan davrda taqdim etmoqchi bo'lgan turizm xizmatlari hajmi hisoblanadi. Demak, e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda bir nechta ko'rsatkichlar mavjud. Ya'ni birinchi ko'rsatkich bu xizmat ko'rsatuvchi korxonalar. Turizmda biz bilamizki, xizmat ko'rsatuvchi korxonalar bevosita mehmonxona, tashish, gidlik xizmati va boshqa turistik xizmatlar bilan bog'liq bo'lgan xizmat ko'rsatuvchi korxonalar mavjud. Demak, ularning xizmatlari taklif hisoblanadi. Ya'ni ular sayyohga bermoqchi bo'lgan, taklif qilmoqchi bo'lgan xizmatlari. Hamda bu yerda muayyan davr haqida gap ketyapti. Ya'ni har xil davrda taklif har xil bo'lishi mumkin. Shu uchun bir xil davrda bir xil korxonalar tomonidan taqdim etmoqchi bo'lgan turizm xizmatlari majmuiy tushuniladi. Xo'sh, talab kabi taklifga ham bevosita ta'sir qiluvchi omillar mavjud. Ya'ni buning birinchisi resurslarning narxi, ya'ni turizm xizmatlarining narxi. Ovqat, energiya, ishchi kuchi, yoqilg'i, transport vositasi kabi elementlar ushbu kategoriyani tashkil qiladi. Ya'ni misol uchun, agar mehmonxonada oziq-ovqat narxlari, elektr energiyasi yoki ishchilar ish haqqi oshsa, bu xizmat ko'rsatish xarajatlarini ko'paytiradi. Natijada mehmonxona taklifi qisqarishi yoki narx oshishi mumkin. Aksincha, yoqilg'i narxi kamayganda yoki umuman mehmonxonada xizmat shakllantirish uchun kerak bo'ladigan vositalar narxi pasayganda ushbu xonalarning soni, ya'ni mehmonxona xizmatining soni avtomatik ravishda tushishi mumkin. Keyingisi ishlab chiqarish texnologiyasi. Ya'ni yangi texnologiyalar xizmatlarni tezroq, arzonroq va sifatliroq ko'rsatishga yordam berishi mumkin. Raqamli bron qilish tizimlari, self-checking kiosklar, sun'iy intellekt yordamidagi mijozlarga xizmat ko'rsatish turistik xizmatlarni tezlashtiradi va natijada xarajatni kamaytiradi va taklifni oshiradi.
Misol uchun, mehmonxonalar avtomatlashtirilgan bo'lsa, xodimlar kamroq kerak bo'ladi hamda xodimlarga ketadigan xarajatlar, ya'ni ish haqqi pasayadi. Uning natijasida xonalar uchun to'lanadigan xarajatlar ham, ya'ni xonalarning narxi ham avtomatik ravishda pasayishi mumkin. Keyingisi soliqlar va subsidiyalar. Ya'ni soliqlar xizmat ko'rsatish xarajatlarini oshiradi, subsidiyalar esa kamaytiradi. Agar davlat mehmonxonalar uchun turistik soliqni oshirsa, bu taklifga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Chunki mehmonxona xizmatining narxi avtomatik ko'payadi, ya'ni oshadi. Aksincha, agar sayyohlarni jalb etish uchun aviakompaniyalar yoki hududiy turoperatorlarga beriladigan subsidiya sayyohlar uchun yangi yo'nalishlar taklif qilish imkonini oshiradi. Va keyingi omil bu boshqa xizmatlarning narxi. Ya'ni muqobil turistik xizmatlar narxi ham taklifga ta'sir qiladi. Misol uchun, agar dam olish maskanlaridagi mehmonxona narxlari oshsa, sayyohlar Airbnb yoki hostellarga murojaat qiladi. Bu esa yangi xizmat taklifining ko'payishiga olib keladi va xorijdagi xizmatlar narxi tushsa, ichki turizm taklifi ham kamayadi. Keyingi omil bu narx o'zgarishi bo'yicha kutishlar. Ya'ni kelajakdagi narxlar bo'yicha kutilmagan taklifga ta'sir qiladi. Kutilmalar taklifga ta'sir qiladi. Ya'ni bunda agar kelasi mavsumda turistik xizmat ko'rsatuvchi korxonalar ga ketadigan resurslar narxi oshishi kutilganda, ular hozirgi paytda narxlarni arzonroq qilib, ko'proq mijozlar jalb qilishi mumkin. Va keyingisi va oxirgisi ishlab chiqaruvchilar yoki xizmat ko'rsatuvchilarning soni. Ya'ni turistik xizmat ko'rsatuvchilar soni qancha oshsa, taklif ham shuncha oshadi va narx shuncha kamayadi. Misol uchun, birorta bir hududda 5 ta mehmonxona emas, balki 50 ta mehmonxona faoliyat yuritsa, taklif bunda oshadi, raqobatbardoshlik ham o'z navbatida oshadi hamda sifat natijada yuqorilashadi hamda narx tushadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, agar misol uchun talab hamda taklif teng miqdorda bo'lsa, misol uchun birorta bir mehmonxona turiga yoki umuman turistik xizmat turiga bo'lgan talab hamda ushbu talabga mos ravishda taklif teng bo'lganda, narx hamda ushbu xizmat qiymati yoki barobar bo'lishi mumkin. Ya'ni misol uchun birorta bir hududga keyin 5 million sayyoh tashrif buyursa va o'sha hududdagi mehmonxonalar ushbu 5 million sayyohni qabul qilish imkoniyati mos ravishda teng bo'lsa, narx bilan qiymat ham teng bo'ladi. Ya'ni qaysi sifatda turistik xizmat ko'rsatuvchilar o'z xizmatlarini taklif qilsa, o'shanga yarasha narx belgilay oladi degani. Aksincha, talab ko'paysa hamda taklif kamaysa, bu holda narx qiymatdan ko'ra yuqori bo'ladi. Ya'ni kelinkim birorta bir hududga o'sha 5 million sayyoh kelyapti, lekin ushbu hududni joylashtirish qobiliyati 5 million sayyohga yetmaydi. Buning natijasida narx, ya'ni o'sha mehmonxonalarning narxi ularni qiymatidan ko'ra, ya'ni ko'rsatiladigan xizmat sifatidan ko'ra juda yuqori bo'ladi. Va aksincha, talab kamayib, taklif ko'paysa, narx qiymatdan ko'ra pasayadi. Ya'ni turistik xizmat ko'rsatuvchilarning xizmat sifatidan ko'ra ularning narxi pasayishi mumkin. Xo'sh, endi turizm bozorlari haqida gapiradigan bo'lsak, mavzumizning ikkinchi qismi turizm bozorlari. Biz bilamizki, ichki turizm bozori, xalqaro turizm bozori, onlayn turizm bozori hamda turistik turlar bo'yicha, ya'ni turizm turlari bo'yicha turizm bozorlariga bo'linib chiqadi. Ya'ni ichki turizm bozori yoki mahalliy turizm bozori bu mahalliy aholining o'z mamlakati ichida sayohat qilishiga xizmat qiluvchi bozor bo'lib hisoblanadi. Yoki xalqaro turizm bozori bu xalqaro sayyohlar, chetdan keluvchi va tashqariga chiqib ketuvchi turistlarga xizmat ko'rsatuvchi
katta global bozor hisoblanadi. Va onlayn turizm bozori esa raqamli platformalar orqali xizmatlar taklif qilinadigan bozor hisoblanadi. Ya'ni turli xil bronlash tizimlari, CRM tizimlar, virtual sayohatlar yoki misol uchun Booking.com, Airbnb, TripAdvisor yoki MyBooking kabi bronlash tizimlari yoki raqamli texnologiyalar hisoblanadi. Bundan tashqari, turizm bozorlari turizmning turli turlari bo'yicha bozorlarga bo'linib ketadi. Misol uchun ekoturizm bozori, ya'ni tabiiy hududlarda xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan xizmatlar bozori. Ekoturizm bozorini biz bilamiz, bizning komponentlari mavjud. Ularni keyingi mavzularda ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni ekoturizmga talabi bo'lgan sayyohlar, ekoturistik joylashtiruv vositalari, ekoturistik sayohatlar, xullas hokazo. Shunga o'xshash holatlar. Demak, ushbu mavzumizdan xulosa qiladigan bo'lsak, turizm xizmatlar bozorida talab va taklif bu o'zaro bog'liq, lekin har biri alohida omillarga asoslangan iqtisodiy hodisa hisoblanadi. Ularning o'zaro ta'siri turizm sohasining barqaror rivojlanishini belgilaydi. Mamlakatlar, xususan O'zbekiston kabi rivojlanayotgan turistik hududlar ushbu muvozanatni to'g'ri boshqarish orqali ichki va xalqaro sayyohlar oqimini ko'paytirishga erisha oladilar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.